Non yeyishni bilmasangiz bilib oling, retseptini yozib oling. Xullas, sizlarda nima deyiladi bilmadim-u, lekin bizda bo'lka non deyiladi. Tayyor kesilgan bo'lka nonlarni olib, chetlarini pichoq yordamida kesib olib, o'rtasini juva bilan yoyib olamiz. Bo'sh idishni olib, qirg'ichdan o'tkazilgan kolbasa sirlarni solib, xohishga ko'ra ko'kat hamda 2 osh qoshiq smetanadan qo'shib, yaxshilab aralashtirib chetga surib qo'yamiz. Yana bitta bo'sh idishni olib, ichiga 2 dona tuxum, ozroq tuz hamda 2 osh qoshiq sutdan solib, yaxshilab aralashtirib, tayyor yoyilgan bo'lka nonlarimizni olib, ichiga tayyor nachinkamizdan solib, ikkinchisini ustiga qo'yib, vilka yordamida atroflarini berkitib olamiz. Ana endi oldiniga tuxumli massamizga, keyin esa non talqonimizga ikkala tomonini yaxshilab botirib, oldindan o'rtacha olovda qizdirilgan yog'imizni tagini past qilib, qizartirib, qovurib olamiz. Ertalabki nonishdagi 10-15 minut vaqtingizni oladigan, lekin hamma uchun to'yimli va birdek yoqadigan ajoyib nonishtamiz ham tayyor bo'ldi. Bir marta bo'lsa ham albatta tayyorlab ko'ring. Sizga va oila a'zolaringizga yoqishligi aniq. Voy, ichini ko'rsatmadingiz-u, demasligingiz uchun ichini ham ko'rsatib ketaman, lekin ko'rinishi o'zimga xuddi baliq kotletini eslatib yordi. Ishoninglar, shunaqangi xrustyashi. Ana endi baho beringlar-chi, yoqsa kommentariyaga 5, yoqmasa 2 qo'yib ketaverasizlar, xafa bo'lish yo'q.